Kechagi qo'yilgan reklamli videodagi eng ko'p kommentariyani portlatgan savolga sizlarga hozir javob berib o'taman. Hammani birdek o'ylantirib turgan savol: Toshkent Doha yo'nalishida Eronning tepasi uchib o'tiladi. Bu hech qanaqangi xavf tug'dirmaydi. Birinchidan, aviakompaniyalar bu narsani hammasini hisobga olib, sizlarni xavfsizligingizni o'ylab qo'ygan. Ikkinchidan, bu narsa xavfli bo'lganda hech qachon sizlarga bu narsani aytib reklama bermagan bo'lardik. Sizlarga gapirgan gaplarim quruq gap bo'lib qolmasligi uchun oxirgi marta 13-iyun sanasida Toshkent Doha yo'nalishi bo'yicha uchgan aviakompaniyani qaysi liniyada uchganini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Qaranglar, e'tibor beringlar yaxshilab. Xo'p, qayerdan uchib o'tyapti? Tojikiston, Afg'oniston, Pokistonni tepasidan uchib o'tyapti. Bu yerda hech qanaqangisi Eronni tepasidan uchib o'tgan. To'g'ri, ilgari Eron tomonidan uchib o'tgan, bunaqasiga uchib o'tgan, lekin hozir aviakompaniya sizlarni xavfsizlikni o'ylagan holatda yo'nalishini o'zgartirib, mana bunaqangisiga aylantirib olib boryapti Dohaga.